A tomon 70 million, B tomon 30 million sarmoya kiritdi. Musharaka islom moliyasining eng asosiy instrumentlaridan biri hisoblanadi, ya'ni bu sherikchilikning bir ko'rinishidir. Bunda tomonlar o'zaro kelishilgan holatda qanaqadir bir tadbirkorlik faoliyatiga sarmoya kiritishadi va bunda eng asosiy muhim jihatlardan biri foyda va zararni to'g'ri taqsimlanishdir. Ya'ni mehnat va foyda doimiy ravishda o'zaro kelishilgan holatda bo'ladi, lekin zarar doimiy ravishda tomonlarning kiritgan sarmoyasiga nisbatan to'g'ri proporsional bo'ladi. Misol uchun A va B tomon umumiy 100 million so'm sarmoya bilan ish boshlashni reja qilishdi. Bunda A tomon 70 million, B tomon 30 million sarmoya kiritdi. Deylik, shu loyihadan 10 million so'm foyda ko'riladigan bo'lsa, ular foydadagi bo'lishdi 50 ga nisbatda kelishib olishdi va shunda ko'rilgan 10 million foydani 5 million A va 5 million B ga yo'naltiriladi. Lekin doimiy ravishda zarar 70 ga 30 nisbatda qoladi, chunki A tomonining va B tomonining kiritgan ulushi 70 ga 30 nisbatda bo'lgan. Shuni hisobiga zarardan 7 millioni o'tadi A ga, 3 millioni o'tadi B ga.